Tinglang, eshiting. Agar shu yo'ldan yursang, ehtimol mening oxirim shunday bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun hushyor bo'lish kerak. Har safar zamonamizdagi bir gunoh taklif qilinsa, men senga ko'rsatayotgan bu manzarani esla. Yo'q. Men ana shunday o'lib ketishim mumkin. Hech kimimiz bunday o'limdan uzoq emas, to'g'rimi? Agar bir kishi shu yo'ldan yursa, kim nima bilan yashasa, o'sha bilan o'ladi. Bu faqat oddiy bir hikoya emas. Gap shunchaki, sen shunday o'larsan emas. Kim nimada vafot etsa, o'sha narsada tiriladi. Keyin nima deysan? Robbing sendan so'rasa, sen bilib tursang-da, bu qo'shiqlar harom ekanini bilarding. Biroq baribir ularni tinglading va shu holatda o'lib qolding. Nima deysan? Nima deysan?